مضيت ودربي شديد. Bu amallarimizni, oxirat amallarimizni o'lchovi qilib atrofimizga qaramasligimiz kerak. O'zimizdan quyiga, o'zimizdan pastga nimaga qaramasligimiz kerak, birodarlar. Agar atrofga qarasak, o'zimiz o'rab turgan muhitga yoki bizdan kamroq amal qilayotgan odamlarga yoki amal qilmayotgan odamlarga qaraydigan bo'lsak, biz gumroh bo'lamiz, biz adashib ketamiz, birodarlar. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, muhojir shunday kishiki, Alloh taolo nahiy qilgan narsalardan qaytgan kishini muhojir deyiladi. Alloh qaytargan, shundan qaytgan kishini muhojir deyiladi. Agar sahobalar bizdan uzoqda o'tgandi deb shayton vasvasa qilayotgan bo'lsa, o'zimizga yaqin bo'lgan, yaqinda o'tib ketgan shahidlarimizga qaraylik. Ulardan namuna olaylik. Ularning amaliga o'zimiz amalimizni solishtirib ko'raylik. Men bu gaplarni aytishdan murod, birodarlar, yo'limiz juda ham xatarlik. Xatarlik. Doim aytganman, bu yo'lga biz avval yoki oxiri chiqqanlar emasmiz. Bizdan oldin ham chiqilingan bu yo'lga, bizdan keyin ham chiqiladi. Bizdan oldin chiqib bu yo'lda mashaqqat chekib shahid bo'lib ketganlar ham ko'ryapmiz. Ishtiyamiz, ko'ryapmiz va o'zimiz ko'rib turibmiz bir vaqt bizdan oldinroq SSR degan imperiyani belini sindirgan Afg'oniston mujohidlarining ahvolini ham ko'rdik. Sayyof, Rabboniy, Mas'ud falonlar. Mujaddidi, Ismoilxon. Katta qo'mondonlar bor edi. Ularning qo'lida 100 minglab askar bor edi. 100 minglab mujohid bor edi. Ular ham ko'rib turibmiz. Yomon qismatdan, yomon oqibatdan qo'rqaylik, birodarlar. Shayton aldab qo'ymasin. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi robbikal karim. Ey inson, seni o'zi nima narsa mag'rurlantirib qo'ydi? Nimanga g'ururlanasan o'zi sen? Sen yo'q eding. Hayotda yo'q eding sen. Shunday zotga sen mag'rurlik qilyapsan-ku, shunday karim bo'lgan zot. U seni Parvardigoring, seni tarbiyat qilgan zot. Allazi xalaqaka fasawwaka fa'adalak. U Robbing shunday karim zotki, u seni yaratdi. Yo'qdan bor qilib yaratdi. Yaratganda ham shunday bir iflos suvdan, jirkanchlik suvdan yaratdi seni. Allazi xalaqaka fasawwaka fa'adalak. Va seni yaratganda ham shunday go'zal surat bilan yaratdi. Hamma a'zolaringni barobar qilib yaratdi. Hamma a'zolaringni vazifalarini bajaradigan qilib yaratdi. Va yaratganda ham adolat bilan yaratdi. Alloh taolo boshqa surat bilan yaratishga seni qodir edi. Boshqa bir maxluqni suratda yaratishga ham qodir edi. Har bir narsaning o'zining kushandasi bor, birodarlar. Har bir narsani temirni yeb tashlaydigan zang. Zanglasa temir tugatadi uni. Har bir aytdik kushandasi bor har bir narsa. Ilmni ham kushandasi bor, jihodni ham kushandasi bor, amallarni habada qiladigan kushanda bor. Shulardan bittasi riyo, sum'a. Mag'rurlanishlik. Mana bular biz amalimizni habada qilib tashlaydi.